Bizde qonaqta Bulgar Radyosu'nun prodüseri Lenar Kaşafetdinov hem jerşi Rifat Zaripov. Hayırlı günler. İsenmisiz? Hayırlı günler. Bizning eng birinchi so'rov shul bo'lar endi. Qo'ynar konsert deb atala. May oyunda o'q elbek qo'ynar bo'lmasa da, demak, uni qo'ynatirish uchun hayron kuch solishga kerak bo'ladi, Lenar, aymi? Albatta, bu endi bizning konsertimiz o'zinchalikli bo'lacak, Alloh bersa. Mana kimlar Turkiyaga barib qayta olmadilar. Ular albatta kelerga tegish bu konsertga, unda Turkiyaga qaraganda qo'ynarroq bo'lacak. Qizroq bo'lacak demak. Bizning endi bu konsert narsadan turashak, biz bu konsertga baratdik, xalq ko'ngiline kirgan jillarni to'pladik, populyar bo'lgan jillarni to'pladik. Shulay endi bu konsertda bizning yash ham populyar jirchilardan qatnashacak, Rifat Zaripov da bo'lacak. Yoshlarına kiram men. Yosh. Barsini chaqirib qolamiz, Alloh bersa. Yaxshi. Haligi konsertning o'zinchaligi ne deysan shulayda? No, o'zinchalik men aytdim bit endi, eng populyar jirlarni jedik biz bundaymi? Hit jirlar deb aytdik endi. Bulgar Radyosu'nun altın fonduna kirgan hit jirlarni to'pladik. TNV'ning fonduna kirgan jirlarni to'pladik. Ham endi o'zimizning olib boruvchilarga hali sekret bo'lib qolib turadi endi. Albatta. Shunga ko'ra kelgan kishi rahatlanib, jilinib, qizuvlanib, ko'tarinki kayf bilan ketishadi. Ko'tarinki kayf bilan ketishadi. Rifat, nindi jirlaringizni boshqarashaksiz haligi qo'ynar konsertda? Jırlarım deb bir necha jırlaysiz bizda? İkişer bo'lgach, iki hit jırlarga to'g'ri kelishagida Alloh bersa, eng qizularin, eng qo'ynarlarin, eng qo'ynata turganlarin Alloh bersa, shulay deb niyatlab turamiz. Biz sizni Rifat shul hadartagi jingilchi kishi deb bilamiz. Sizning beyimisha jirlaydigan jirlar bormi bu? Deb so'raysa kerak. Qiziqib ketamiz. Bar andijonlarda var. Bir endi qo'y vaqtda aytadilar, balaqayim gul sikir berib qo'yadi. Ozgina sahnaga tushib jırlab qaradi. Bar andijonlarda var, salmoq jirlarda var, o'ylandira turgan jirlarda var, kuldira turganlarda var, yolta turganlarda var. Mening endi o'zimning obrazga stilga ko'proq endi shunday sikirib dardli biyitirgan ko'ngillarni oshirgan jirlar. Umuman Rifat Zaripov degach bizga har vaqt yilmayib turishi shod ko'ngilli artist ko'z oldida keladi. Mana u yaxshi kayfning shig'anog'i, aning siri narsadasiz Rifat? Şağanağı deb kim bilsin endi Allah Teala'dandır. O verilgen mana şu günning tuğuna, quyoshning barlig'ina, bu günge erten uyanuğuna, şunusuna şatlanıp, quvonib, g'oylaysansa bo'lug'ina, baribizda salomat bo'lug'a, iller tinish bo'lug'a şatlanasin da yilmayib, quvonib berisin. Shukr qilgan sayin barakat orta. Lenar, bu bit endi 6-mayda o'tdi. 7-may men Sovet zamanında tug'an kishi uchun bek zo'r bayram, ular radio kuni edi. Demak, bu shunga nindidir bir podtekst bilan ishlangan aytib. Albatta endi bizni Radio bo'lg'ach. Radio bo'lg'ach, bu radio kunini o'ng'ayindan da o'tkaziladi bu konsertimiz. Lekin biz ayrim ali radio kuni o'ng'ayindan agarda endi bu yil ruxsat bo'lsa, Alloh bersa, ochiq havoda tag'in zo'roq masshtabniroq konsert yasaysiz keladi, butun kelgan xalqqa uramdaymiz. Umuman mana bu xalqni jiyib konsertlar o'tkazib, o'zine ko'ra bir tansiq shulay bit endi. Albatta, hozir xalqdan susadi bu konsertlarga. Şuna ko'ra bek tilab yuringlar, rahmatlanib endi. Bizingda endi yangadan-yanga konsertlar qo'yasig'ina kelib turadi. Boshqa artistlarning hozirligini haligan qiziqsinib tekshirib turasizlar endi. Albatta endi biz endi har birisining jirlarini to'plab turamiz, yangi jirlarini qaraymiz. Ular o'zlarining jirlarimizga jibaralar endi. Shuna ko'ra bir ilimtada Rifat, yoz nechik ta'sir etdi sizning ijodingizga? Mana Zafar abi Xayriddinov kelgan edi. U yoz kuni ijod etib bo'lmaydi dedi. Chunki quyosh har vaqt ko'ngil uramga, tabiatga torta. Sizga nechikroq ta'sir etdi? Men yoz degan, durusini söyleyeyimmi? Durusini söyleyingizlar. Ko'ngilli bo'lsin. Yoz har vaqtda yangar. Men hatto yangi yilda ko'chiririm, agar mening qo'ldan kelsa, yangi yilni yozga aylantirar edim. Chunki butun tabiat u yana, turmush u yana, dunyo uyanib ketadi. Yashash desa uyanasan. Ijod turli kishiga turlicha ta'sir etadi. Şundan da men qonatlarim, men bilmem tabiatdan kirasi kelmay, jirlaysi keladi, biyisi keladi, shi'r yozasi keladi, sikrasi keladi, qashqarasi keladi. Subhanallah. Mana shu shosi keladi. Mana bit. Rifatning shu sirida bir narsada ekan. Mana bit. Va albatta endi shodlantirga kerak, agar shunday his bor ekan. Baribizga da shulay yasharga nasib qilsin deb aytira kerak. Rifat yanında o'tiraman, aning energetikasi menga da berib turadi hamma. Shulay bo'lsa. Bizga da qo'sha. Suyunish. 6-mayda qo'ynar konsertda uchrashganga qadar deb sizning bilan so'zlashamiz. Leninda Alloh bersa, 6-may kuni 18:30da uchrashamiz. Barig'izda kutib qolamiz. Endi bundan da aybetroq aytib bo'lmas, barig'izga davomchilar